Mana yangi avlod senish panellari o'zimizda Samarqandda ishlab chiqarilayotgan. Lego variantda bo'lar ekan, olib kelib shunchaki yig'ib berishar ekan xolos. Afzaliy tomoni juda ham tez bo'ladi va hech qanaqangi kesib yurish shart emas. Hamma joyi plotniy joyiga o'rnaydi. Bu ko'rib turganinglar 1 metrga 1 metrli muzlatgich hisoblanadi. -80 gradusgacha muzlatib bera olar ekan. Bugun biz Samarqandga Ekoprom korxonasiga mehmonga kelganmiz. Bu yerda O'zbekistonda yagona hisoblanayotgan senish panellar ishlab chiqarilar ekan. Odatdagi senish panellar bazati yoki po'kakli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda penapoluritalli, umuman kondensat hosil bo'lmaydigan, ya'ni terlamaydigan senish panellar ishlab chiqarilar ekan. Qaranglar, bu yerda har xil turdagilari bor. Misol uchun xolodilnik uchun, muzlatgich uchun hamda tom variantlari devor uchun ham ishlab chiqariladi. Va eng afzali tomoni umuman yonmas ekan. Qaranglar. Odatdagi senish panellar mashq holatda bo'ladi. Yonishga e'tibor beringlar. Endi bu senish panelda afzali tomoni o'zini 100% o'chira oladigan senish panel hisoblanadi. Ekoprom korxonasi senish panel ishlab chiqarishdan tashqari xuddi shu senish panellardan sizga muzlatgich ham qurib bera olar ekan. Aytib o'tganimdek, -80 gradusgacha muzlatib bera olar ekan. Bu yerda har xil turdagi kompressorlar bor. Italiya davlatida ishlab chiqarilgan kompressorlardan foydalanib kelishar ekan. Bemalol bu yerga murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasangiz sizga kerak bo'ladigan barcha turdagi senish panellar va muzlatgich qurib berish xizmatlari ham bor.